endi qatorning mayli qatorning tartib raqamini ketmayapti. Raqam chiqardi. M kolonnaning tartib raqami. N qatorning tartib raqami. M kolonna tartib raqami, N qatorning tartib raqami. Hop, mana bu yerda M da savol qo'yish mumkin. Nimaga 31 endi nimaga 1 qo'shilyapti degani bu hop 0-chi meridian bilan 0-chi paralleldan keyingi keladigan tartib raqami. Boya tushuntirdim. 0 bilan 0dan keyingi keladiganimiz nechinchi edi bizda? Kolonna bo'yicha 31. Shuning uchun 31 ga qo'shib qo'yamiz. Qatorda bo'ladi bo'lsa mana qatorda 0dan keyin keladigan tartib raqam shu birinchidan boshlanib bo'ladi. 1 A ga tushadi, 2 B ga tushadi. Shuning uchun bunda 1 turibdi. Nimaga 31, nimaga 1 degan savolga javob. Ya'ni M kolonnaniki eng qatorniki. Makka chiqaridagini kolonna. Nomdagini qator. Endi qanday foydalanamiz bunda? Birinchi holatda mana bu narsani topib olishim kerak. 1 ga 1 million masshtabdagi nomenklaturani va mana bunday gradus qiymatlarini topib olishim kerak. Mana bu bo'linishdagi nisbatan. Qaraymiz endi. Birinchi holatda qarasak, bizda minut sekundlar berilgan, to'g'rimi? Minut sekundlar. Lekin 1 ga 1 millionlik mana bu masshtab dastlabki bo'linishda 4 gradus, 6 gradus bo'lgan bo'linishda minut va sekund qatnashmaydi. Shuning uchun bunga tegmay turamiz. Faqatgina gradus qiymatidan foydalanamiz. Ham bilamiz. 70 gradus bo'linyapti 6 gradus. Qo'shilyapti 31 hisoblang. Xo'p, n 40 gradus bo'linyapti 4 ga. Qo'shilyapti 1. Bu necha bo'ldi? 42,6. Bunisi 11 chiqdi. Ana endi ajab qolamiz. E'tibor bering endi. Mana bu 42 va 6 chiqyapti, to'g'rimi? Yaqinlasak necha bo'ladi? 43 emas, 42 bo'ladi. 42 ning o'zi bo'ladi. Nimaga? Qaraymiz, 42-chi kolonnani toping, qo'yinglar. 42-chi kolonna 66-72 oralig'ida, to'g'rimi? 66. Endi bizda mana bu nuqtamizda aytyapti, 42-chi kolonnada 06 yurishim kerak ekan. Bu degani 42 ning ichida, to'g'rimi? 43 ga o'tib ketgan yo'q. Agar men minut sekund qo'yib yuborganingizda mana bu narsa 6 o'rniga masalan 6-2 bo'lib qolishi mumkin. Bu ham nima bo'ladi? Shu 42-chi kolonnani ichida. Tushundingizmi nimaga? Ta'minlab olish. Bu matematikada tushuntirish tushunarsiz bo'lib qoladi. Shuning uchun ko'rsatib ketyapman. 42 ning ichida bo'lgani uchun endi qarang. El bo'yicha 11 sanaymiz. Mana bu harflardan chiqib oling. Kimdir 22 ta sanadiku, undan keyin u harflar qismini olgan bo'ladi. Qarang, 11 sanab chiqing tepaga. Kada turibdi ekan, to'g'rimi? Hamma ko'rdimi? Endi kadan o'ting, aylanib bu tarafga, gradusga. 36. Aylanib o'tganingizda, mana bu joyda 44 turibdi, to'g'rimi?
Tepasida to'rtdan turibdi. Qirg'idagi Qirqmi? Mana bu chiziqni ustida turgani, mana chiziqni beradi. Ya'ni mana bu raqam tagidagi son, mana bu raqam tagidagi chiziqni beradi. Past necha ekan shunda? Qarang, past nechida turibdi? Kami pastda. Mana bu taraf kar, to'g'rimi? Kar mana bu chizig'i necha beradi? 46. Necha? Qarang, mana kardan teng. Ha, past 40 donli. Pastda 40 turibdi. Past 40 turibdi-ku. 40 tepasi 40 gradus. Ko'rdimi hamma shu narsani? Xo'p, endi kolonna bo'yicha nechida bizda 42 ni qaraymiz. 42 da necha turibdi? Qarang, 42. Necha gradus? 66 mana bu boshlanishi, to'g'rimi? 70. Necha? 72 gradus. Hamma ko'rib oldi shuni. Qayerdan yaxshilarligini bilmagan. Karni topyapmiz 11-farq raqam bo'yicha. Va bundan gradus qiymatiga aylanib o'tyapmizda, pasti 40, tepasi 40 turaveradi. Kolonna bo'yicha 42 ni topyapmizda, boshlanishi mana bu o'ng chap tarafi 66, o'ng tarafda 72 bo'ldi. Tushunarlimi? Hop, endi nomenklaturasi nima bo'lyapti endi? 11 da qaysi harf turibdi? Kar. 42. Va masshtabimiz necha bo'ldi? 1 million hisoblanadi. 1 million bo'ldi. 1 million masshtab. Mana shu birinchi aniqlaydigan qiymatingiz mana bu jadvaldagi. Har bitta katagiz borki, teshishni osilgan. Parallel bilan meridian teshishni hosil bo'lgan kataglarning hammasi 1 million masshtab. Shunday bo'ling. Tushunarlimi? Ha, endi shu savolga javob beramiz. Nima qilasizlar? Yozib olasizlarmi? Yarmida, jadvalga qarangiz. Birinchi jadvalni yozilgan. Qaradingmi? Tushuntirilyapman. Xo'p, kartalar, baroq o'lchamlari va nomenklaturasi deb qo'ygan. Ko'rdingizlar? Birinchi jadvalda tepasida. Karta masshtablari. Shu masshtablari, karta varoqlari ramkasining o'lchami va nomenklaturasi. Biz tushuntiramiz. Beryapti mana. 1 ga 1 million masshtab bo'ldi, to'g'rimi? 1 ga 1 million masshtab. Va mana bu qatorimizni orasi 4 gradus, kolonnamiz orasi 6 gradus. Ko'rdingizlar, shuni yozib qo'ygan. Ana undan keyin necha beryapti masshtabni? 1 ga 1 million baroq 500 1 ga 1 million tanga. 1 ga 500. Qarang, mana shu holatda bo'linganda necha bo'lishi kerak? Matematika Birga bo'lish kerak edi. 4 ga bo'lsak necha bo'ladi 1 millionda? 250 million. 250 ming. Bizda 250 ming bormi? Yo'q. Yarim 500 ming bor. yarim ekan. Yarim emas. Mana shunday to'rttaga bo'linadi. Bo'linish shunday. Karta varog'larning bo'linishi xuddi shunday bo'ladi. 4 ga bo'linadi. Har doim. Bu degani mana bu bitta varog'imizdan 1 ga 500 ming. Nima beradi 1 ga 500 ming. Bu yerdan 1 ga 500 ming. Bu yerdan 1 ga 500 ming. Ya'ni bitta varog' 4 ga ajratadigan bo'lsak, tenglik o'rtasidan bo'lib 1 ga 500 ming masshtabda 4 ta
xarita hosil bo'ladi. Endi bu narsamiz hop oliy geodeziya degan fan bo'ladi. Chuqurroq o'rgatiladi. Mana shunday bo'linishlar tartibi bor. O'sha tartib bo'yicha geodeziyani bo'linish tartibi bo'yicha olingan. Matematikaga boshqacha matematika bo'lsin. Kim kompyuterda yoki bo'lmasa telefonda ko'radigan bo'lsangiz, mana bu kartani yaqinlashtirgan saringiz koordinat o'zgaradi. O'sha o'rga ikkita pastda va yonida bo'ladi. O'sha koordinatning o'zgarishi xuddi shu tartibda bo'ladi. Yaqinlashtirib ketaverasiz-ku. Qancha yaqinlashtirsangiz, mana bu maktabingiz